Va nihoyat do'stlar, Jose Mourinho Real Madridning yangi bosh murabbiyi. Naqd 13 yildan keyin Mourinho Madridga qaytyapti do'stlar. Bu haqida Fabrizio Romano o'z sahifalarida ma'lum qildi. Aynan Real Madrid bazasiga bir haftadan so'ng Mourinho tashrif buyuradi va hujjat ishlarini olib boradi. Benfica esa Mourinhoning ketishidan naqd 6 million yevro kompensatsiya miqdorini o'ziniki qiladigan bo'lyapti. Ko'pchilikning fikriga ko'ra, Mourinho agar Real Madridga keladigan bo'lsa, xarakter ko'rsatayotgan ba'zi futbolchilarni tiyib qo'ya oladi. U qanday futbolchilarni boshqarishda, sog'lom muhitni yarata oladi degan fikrlarni bildiryapti. Ba'zilari esa Mourinhoning o'yin uslubi eskirib bo'lgan va Real Madridga foydasiz deya fikrlarni bildirib o'tyapti. Shaxsan men birinchi aytgan gaplarimga qo'shilaman, chunki Real Madridda hozir birinchi navbatda tizimni sozlab olish kerak. O'yin uslublarini esa keyinchalik vaqti kelganda to'g'rilab olsa bo'ladigan ishlar. Mourinhoni bilamiz, o'zi boshqargan jamoalarda har doim 9 lik nominal hujumchilardan maksimal darajada foydalanishga harakat qilgan va hozirgi Arbeloa va Mbappe davrida bo'lib o'tayotgan konfliktdan so'ng Mbappe bilan yaxshi aloqalarni o'rnatib, jamoaga kuchliroq va ko'proq foyda keltiradi degan umiddaman. Siz qanday fikrdasiz do'stlar? Bu kelishuvdan Real Madrid qanchalik manfaat ola oladi? Albatta izohlarga